Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bilamiz, so'nggi paytlarda O'zbekistonda radarlar va kameralar soni keskin oshib bormoqda. Va siz hali ham o'zingizga yoki yaqinlaringizga radar detektor xarid qilmagan bo'lsangiz, ushbu video aynan siz uchun. Bugun biz sizlar bilan O'zbekiston bozorida eng samarali radar detektorlardan biri bo'lmish Inspector Star Air haqida gaplashamiz va qo'shimchasiga O'zbekistondagi radarlarni qanchalik uzoqdan aniqlashini ham videolarni ko'rib chiqamiz. Siz esa kanalimiz rivojlanishi uchun obuna bo'lishni, like bosishni va izohlarda o'zingizni fikringizni qoldirishni unutmang. Demak, biz boshladik. Qo'limda Inspector Star Air radar detektori turibdi. Xo'sh, ushbu mahsulotni nima uchun xarid qilishingiz kerak? Qanday ustunlik taraflari bor? Keling, bir boshdan sanab beraman. Birinchi navbatda ushbu mahsulot Janubiy Koreyada ishlab chiqariladi. Xo'sh, nima uchun men Janubiy Koreyaga urg'u beryapman? Sababi radar detektorlar, kombo qurilmalar ishlab chiqarishda eng yetakchi davlatlardan biri Koreya hisoblanadi. Ushbu davlat har bitta ishlab chiqarayotgan mahsulotiga ham zamonaviy va yuqori texnologik yondashadi. Qo'shimchasiga bir narsani keltirib o'taman, bu ikkinchi ustunlik desa ham bo'laveradi bemalol. Sababi biz mahsulot xarid qilayotgan paytimiz ko'pincha uning kafolatiga e'tibor bermaymiz. Agar buzilib qoladigan bo'lsa, o'zimiz tuzatib ko'rishga harakat qilib ko'ramiz yoki qanaqadir tanish o'zimizni mahalliy ustalarga murojaat qilamiz va o'zimizni xarajat qilib tuzattiramiz. Mahsulot uncha-munchaga buzilmaydi, chunki aytib o'tganimdek, yuqori texnologik asosda ishlab chiqarilgan. Mabodo buzilib qoladigan bo'lsa ham, servis sentrlari mavjud va servis sentrda siz ushbu mahsulotni 2 yil davomida bepul tuzatishingiz mumkin. Ya'ni bu narsa ham juda ham katta pluslardan biri hisoblanadi. Inspector Star Air maxsus O'zbekiston uchun ishlab chiqarilgan desam ishonasizmi? Sababi har bitta davlatga o'ziga xos bo'lgan radarlar o'rnatiladi. O'zbekistonga o'rnatilayotgan radarlar Germaniyaniki bilan yoki Rossiyaniki bilan keskin farq qiladi. Qo'shimchasiga O'zbekistonda o'rnatilayotgan radarlarning ko'pchiligi past to'lqinli, past shovqinli radarlar hisoblanadi. Ya'ni oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsam, ulardan chiqayotgan signallar uzoq masofaga bormaydi. Va albatta buni o'rganish uchun maxsus Koreyadan injenerlar kelgan, o'rganishgan va Inspector Star Airga bir emas, ikkita elana kuchaytirgich o'rnatilgan. Elana kuchaytirgich nima? Keling sizga shuni tushuntirib o'taman. Elana kuchaytirgich bu radarlardan chiqayotgan, ya'ni past to'lqinli radarlarning signalini kuchaytirib beradigan modul hisoblanadi va o'sha moduldan ikkita o'rnatilgan. Qo'shimchasiga ushbu modul faqatgina past to'lqinli radarlarning signalini kuchaytirib, keraksiz bo'lgan yolg'on signallar, ya'ni pamexlarni kamaytirib beradigan modul hisoblanadi. Qo'shimchasiga bir narsani aytib o'taman. Inspector Star Airda birinchilardan bo'lib ikkita elana kuchaytirgich o'rnatilgan. Bu juda ham ajoyib. Inspector Star Airning yana bir ustunlik tomonlaridan biri uning katta ma'lumotlarga boy va foydalanuvchilar tushunadigan tilda qilingan rangli 2 dyumli ekranida. Xo'p, aziz do'stlar, keling Inspector Star Airni ekrani haqida to'liq gaplashib chiqamiz. Ya'ni birinchi navbatda, misol uchun radar detektor radarni aniqlagandan so'ng, ya'ni baza bo'yicha ogohlantirgandan so'ng, mana o'ng tomonda necha tezlikka qo'yilgan, radarni necha tezlikka qo'yilgani, radar nomi, bu yoqda sizning tezligingiz, mana yashil kichkina turibdi-yu, bu GPS ga ulanganingiz, yonida agar fleshkan rasm turibdi, agar radar detektorga fleshka o'rnatilgan bo'lsa, fleshka ko'rinadi. O'ng tomonda qaysi rejimda harakatlanayotganingiz, rejim trassa, bu qaysi regionda, ya'ni O'zbekiston regioniga qo'yib harakatlanayotganingizni bildiradi. Bu doim o'z turishi kerak. Men bu yoqda mana Geiger ko'tarilyapti-yu, mana radarni signalini ham aniqladi. Mana Cardon Pro deb aniqlayapti 330 metrdan. Bu radargacha necha metr qolganini ogohlantiradi. Men bu yoqda ko'rganingiz bu radargacha bo'lgan, radardan chiqayotgan to'g'ri signallar. Bu yoq Geiger. Mana Geiger qancha ko'p to'ladigan bo'lsa, o'z mana ko'rsataman, hozir harakatlanganimizdan keyin boshlaydi ogohlantirishni. Mana Geiger to'lib boryapti. Qancha ko'p to'lib borayotgan bo'lsa, bu radarga juda yaqin qolganini anglatadi. Mana Cardon Pro bu radarning nomi. Hozir shu radarga biz test qilamiz. Qanday yangilanardi, qaysi saytga kirish kerakdi degan savollar bilan Inspector Star Air sizni boshingizni qotirmaydi. Sababi Inspector Star Airda juda ham qulay bo'lgan va oson bo'lgan yangilanish algoritmi mavjud. Ya'ni xalq tilida aytadigan bo'lsam, bu obnovleniya qilish. Xo'p,
Обновление qanday qilinadi? Keling, bir boshdan ko'rib chiqamiz. Inspektor Staryer ikki xil usulda yangilanadi. Ya'ni an'anaviy bo'lgan fleshka orqali yangilash va juda ham qulay bo'lgan, oson va tushunarli bo'lgan mobil ilova orqali yangilash. Ya'ni siz o'zingizning mobil telefoningiz bilan bemalol ushbu radar tektorini yangilashingiz mumkin. U qanday bo'ladi? Birinchi navbatda mobil telefoningizga o'zingizda qanaqa telefon bo'ladigan bo'lsa, agar Apple mahsulotlari bo'ladigan bo'lsa, App Store yoki Android bo'ladigan bo'lsa, Play Marketdan Inspector Air dasturini yuklab olasiz. Mobil telefoningiz bilan radar detektorini bir-biriga ulaysiz va o'zingizga kerakli bo'lgan bo'limdan istasangiz radar qismi yoki baza qismini yangilab olishingiz mumkin va bu juda ham kam vaqtni oladi va juda ham qulay. Siz harakatlanish davomida ham yangilab olishingiz mumkin. Bu narsa sizni ham xarajatdan, ham qimmatli vaqtingizdan tejaydi. Haydovchilarni eng ko'p qiynaydigan masalalardan bittasi bu radar detektorining xuda-behudaga yolg'on signal berishi. Bu haydovchilar orasida pamex deb ataladi va o'ylab ko'ring, sizning radar detektoringiz tinmasdan signal beraversa, siz albatta uni ovozini pasaytirib qo'yishga yoki umuman o'chirib qo'yishga majbur bo'lasiz. Axir siz u radarga chalayaptimi yoki yolg'on signal beryaptimi bilmaysiz va bu narsa haydovchiga jarimaga tushishiga majbur qiladi. Axir bu radar detektorini u jarimadan saqlanish uchun olgan, teskarisi, ya'ni jarima tushish uchun emas. Shuning uchun ham Inspektor Starayerda bunga ham yechim topilgan. Keling, birinchi navbatda yolg'on signallar qanday paydo bo'lishini tushuntirib o'taman. Birinchi navbatda atrofimizda nafaqat radarlar, balki o'shachasida ishlaydigan boshqa narsalar ham mavjud. Birinchi navbatda bu albatta korzinka eshiklari, mashinalardagi adaptiv cruise control, avtotormozlanish va albatta qo'shimchasiga polosani ushlash va ko'rinmas zonalar nazorati va boshqa funksiyalar o'zidan xuddi radarlarni chastotasiga o'xshab nur chiqaradi. Boshqa signaturasi bo'lmagan va pamexlarga, yolg'on signallarga filtratsiyasi bo'lmagan radar detektorlar bularni barchasini radar deb o'ylab sizni ogohlantirishni boshlaydi va siz ba'zida tormozlaysiz, ba'zida yo'q va bu narsa sizni chalg'itishni boshlaydi va tepada aytib o'tganimdek, sizni jarimaga tushirishga yoki radar detektorini butkul o'chirib qo'yishga majburlaydigan hodisalar. Lekin bu narsa Inspektor Starayerda to'laqonli o'rganib chiqilgan va ushbu radar detektor signaturniy radar detektor bo'lgani uchun O'zbekistondagi barcha o'zidan nur chiqaradigan radarlarning signallari o'rganilib, uning miyasiga har bittasining nomi bilan kiritilgan. Ya'ni hamma radarlarni K diapazonida emas, balki Avtokon radarni Avtokon o'z nomi bilan, Lochin ko'zni Lochin ko'z, xullas Skatni Skat, barcha radarlarni o'z nomi bilan aytib beradi va ortiqcha signallarni kesib tashlab, filtratsiya qilib tashlaydi. Va ushbu radar detektorda yolg'on signallar juda kam. Demak, azizlar, mana biz barchasi bilan tanishib chiqdik. Radar detektorining filtratsiyasi bilan, signaturasi bilan, ichidagi ikkita LNAsi va Koreyada ishlab chiqarilganini bilib oldik. Xo'sh, shuncha maqtadik. Ushbu radar detektori haqiqatdan O'zbekistondagi radarlarni qanday aniqlaydi? Shunaqa savol bo'lgan bo'lsa, hozir biz O'zbekistondagi bir necha radarlarni qanday aniqlashi va qanday ogohlantirishini ko'rib chiqamiz. Siz esa kanalga obuna bo'lishni, like bosishni va izohlarda o'z fikringizni qoldirishni unutmang. Demak, biz davom etamiz. Xo'p, aziz do'stlar, hurmatlilar, hozir biz sizlarga Inspektor Starayerni ayrim radarlarga o'zini qanday ko'rsatishini ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda hozir mana eng yoqtirgan funksiyalarimdan bittasi, birazdan bizga yo'l bering. Xo'p, yo'lda hech kim yo'q. Qarang, mana shu yo'lda kamera to'xtash taqiqlangan belgisi nazorati. Ko'rdingiz-a? To'xtash taqiqlangan belgisi nazorati deb. Bu yoqda to'xtab turish mumkin emas va maxsus kameralar o'rnatilgan. Agarda biz mana men qoidani buzmoqchi bo'lyapman-da. Bu yoqda mana misol uchun to'xtadim deylik. Mana yo'li belgilari bilan turibdi. Sizlarga yana yaqinlashtirib ko'rsataman mana. To'xtash taqiqlangan belgisi nazorati. To'xtaganimizda yana bir bor ogohlantiryapti. Bizaga yurish mumkin emas deb. Mana to'xtash belgisi nazorati o'tdi. Mana shu 210 metr atrofida nazorat qiladi deb. Mana hozir yana nazorat orqaga qaytaramiz. Kamera to'xtash taqiqlangan belgisi nazorati. Mana yana bizga ogohlantiryapti. Mana sizlar hozir kameralarni o'tib ketdik shekilli, hozir ham bitta kamerani ko'rsataman. Bu yoqda mana jarimaga tortadigan Toshkent Chilonzor C kvartalidagi milisaxonani oldi zapalasan bosdi, chunki haydovchilar noto'g'ri mashinalarni qo'yib taylagan. Mana misol uchun chap tomonda kamera turibdi. Buni yaqinlashtirib ko'rsataman nasib bo'lsa.
Va o'ng tomonda mana qarang, mana yo'l belgilari bilan turibdi, mana radarga tushiradi deb ham turibdi. To'xtash mumkin emas. Yani yo'l belgisi ham turibdi va albatta o'sha kameraga oladi deb ham ogohlantirish turibdi mana. Mana bu yoqda ham mana kamerasi turibdi mana. Ko'rdingiz mana. Ana shu qarsilatib jarimaga boradi mana. Sizlarga mehmon bo'lsanglar, agar bilmasanglar, endi ba'zi ayrim joylarda baribir to'xtab qo'yamiz. Ayrim sabablar tufayli, lekin o'sha payt sizlarni ogohlantiradi. Bu yoqda To'xtash taqiqlangan belgisi bu yoqda nazoratda. kamera bor deb. Xo'p, to'xtasanglar mana shuni ogohlantiradi. Radar 60. Ko'rdingiz, ha? Xullas, hozir biz yana bitta boshqa radarga boramiz. Dan o'tildi. Xo'p. Soxta radar 60. Azizlar, qaranglar, hozir mana bu yoqdan sekingina chiqamiz, hammaga yo'l berib. Qaranglar, bizga zo'r narsani ogohlantiradi. O'tdik, yana yo'nalishga chiq. Kamera 60. Piyodalar o'tish joyi nazoratda. Yana bitta ajoyib funksiyalardan bittasi, ya'ni piyodalar yo'lagiga agar radar qo'yilgan bo'lsa, sizni ogohlantiradi. Mana misol uchun baza bo'yicha ogohlantirdi. Chunki men Toshkentda mana Chilonzorda Shuhrat chorrahasiga yetmasi, men biladiganimda piyodalarga yo'l bermasangiz sizni jarimaga tortadi. Ana, hozir o'shani ogohlantirdi. Men ekranda ham paydo bo'lgan. Hozir buni yana ham yaqinlashtiraman. Men deteksiya ham berishni boshladi ana. O'zi yaqinlashtirmay qoldim. Pastda turibdi. 220 metr, 230 metrdan ko'k lochin ko'z, ko'k Hikvisionga degani deteksiya ham berdi. Piyodalarga yo'l bermasangiz ham bu ham kamera bo'lib ishlaydi, ham radar sifatida ishlaydi. Xullas, juda ham ajoyib o'zini ko'rsatmoqda. Kameradan o'tildi. Kamera 60. Svetofor nazorati. Kameradan o'tadigan bo'lsangiz, kameradan o'tildi deb ham ogohlantiradi. Endi biz boshqa radarlarga qarab yo'nalish olamiz. Qadrli qadrdonlarim, hozir biza Megacam radarga qarab yo'nalish olib bormoqda biza. Rahmat kattakon akaxonga bizga yo'l berdilar. Xo'p, hozirda eng ko'p o'rnatilayotgan radarlardan bittasi hisoblanadi. Qani shu radarni qancha masofadan aniqlab berar ekan? Megacam radargacha taxminan 2 kilometr desa ham bo'laveradi. 1 kilometrdan aniq ziyod masofa mavjud. Xo'sh. Hozircha deteksiya yo'q. Haligacha deteksiya yo'q. Ko'ramiz. Ishlamayapti shekilli. Megacam. Mana Megacamda ogohlantirish boshladi. Baza bo'yicha emas, balki shunchaki hali deteksiya bo'yicha Megacam radariga ogohlantirish berdi va qo'yib yubordi nimagadir. Tezligimiz past bo'lgani uchun yoki qanaqadir qo'shimcha signallar qabul qiladi. Radar 60. Megacam. Yana 660 metr. Где-то taxminan 8 metrlardan shahar ichida aniqlab beryapti. Bu yerda har xil radarlarni signalni kesadigan qo'shimcha zararli desa ham bo'laveradi. Qo'shimcha signallar mavjud. Natija yomon emas. Ko'rdingizda, taxminan 650 metrlardan aniqlab berdik. To'g'riroq 700 metrlardan. Hozir deteksiya o'chadi, sababi bizda tezligimiz 0 ga tushdi. Ekranda faqat yozuv turadi, lekin deteksiya paydo bo'lmaydi. Buncha patrul mashinalar ko'p. Bu yangi yil oldi. Megacam radari yo'lning chap tomonida turibdi. To'g'rirog'i o'rtada turibdi. Adashib ketdim. Mana o'rtada turibdi. Kameradan o'tildi. Va kameradan o'tganimizdan, radardan o'tganimizdan so'ng kameradan o'tildi deb bizni ogohlantiradi. Aziz do'stlar, oldimizda Hikvision radari mavjud. Qani o'sha radarga o'zini qanday natija ko'rsatar ekan? 400 metrdan Hikvision radarini aniqlab beryapti. Men o'zimni yo'nalishim bo'yicha hozir radarni test qilyapman. Mana Chilonzordan chiqdim va Chilonzordan hozir Yunusobodga qarab harakatlanib boryapman. Mana deteksiyalar 400 metrdan ajoyib. Qarang. Birdaniga ikkita radarni ketma-ketligida aniqlayapti. Avtocom va Hikvision. Bu nimadan dalolat? Bunda
Rus tilida aytganda mnogozadachность bor. Ya'ni bir vaqtingizda bir nechta radarni aniqlashi mumkin. Kameradan o'tildi. Bu qarang, avtokonni hozir biz oldi tomondan boryapmiz, kamida 1 kilometrdan aniqlab berdi. Qarang, nima uchun mnogozadachный o'sha ko'p funksiyalni tushuntirib beryapman. Misol uchun tasavvur qiling, siz trassada harakatlanib ketyapsiz, oldingizda qanaqadir radar bor deylik. Misol uchun Radar 60. xuddi hozirgidek Hikvision radar turibdi va yana undan atigi 100-200 metr o'tgandan keyin 3 oyoqqa avtokon yoki hozirda o'rnatilmayotgan multiradarni o'rnatib qo'yibdi deylik. Siz bilmasdan xayol bilan bitta radardan o'tib bo'ldi, radardan o'tdim deb tezlashadigan bo'lsangiz, ikkinchi radarni ogohlantirishni sezmay qolishingiz mumkin. Bunda bir vaqtingizda ikkita radarni signalini topib aniqlab beradi. Juda ham aqlli funksiyalari ko'p. Ko'rib turganingizdek, avtokon hozir mana bizani chap qo'limizda keladi. Nima uchun aytib o'taman, avtokonga urg'u beryapman. Avtokonni ko'rdingizmi, taxminan 1 kilometrdan ham uzoq masofadan aniqlab berdi. Sababi avtokon radari Kameradan o'tildi. O'zbekistonda 3 oyoqqa ham o'rnatiladigan ko'chma radar hisoblanadi. Toshkent shahar ichida ham, boshqa viloyatlarda ham, Jizzaxdan trassada yoyilmadigan nuqtada ham va hozirda adashmasam katta ehtimol bilan Jizzax Pervaliga ham 3 oyoq avtokon o'rnatilmoqda. Shuning uchun ham asosiy urg'uni hozir aynan shu avtokon radariga qildim. Hozir shu radarga balki hozir bizga qarab turgan bo'lsa, orqa tomondan ham kelib ko'ramiz. Shuning uchun vaqtinchalik videoni o'chirib turaman, lekin menimcha o'xshamasligi mumkin, sababi bu yoqdan yo'lga o'tish qiyin. Radar Demak azizlar, shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Inspektor bilan yo'llarda xatarsiz va radarsiz harakatlaning. Kanalga obuna bo'lishni, like bosishni, izohlarda o'z fikringizni qoldirishni unutmang. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha xayr.